Hurmatli vatandoshlar, tomga pena beton quyish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Xo'sh, buning uchun bizga vassa bosilgan bo'lsa bo'ldi. Vassani ustidan o'zini izaspan maxsus materialni yoygan holda material ustidan pena beton quyib beramiz. Xudo xolasa buni loylonbozdan ko'ra afzallik jihatlari ko'proq. Loylonboz akalar ko'rishlari mumkin. Manaqa bo'lib, xo'p, oralari ochilib, yorilib, sichqon, kalamush, har xil hasharotlar uy solib, shunaqangi sichqon kalamushlarga sharoit qilib berganlaring qoladi. Mana bu akamiz ham loylonboz qilamiz deb tayyor qamishlar olib kelib qo'ygan joydan. Xo'p, pena beton xizmatimiz yoqqan ekan, akamiz uylariga pena beton quyapmiz. Xudo xolasa O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'ylab borib quyib berish xizmatimiz bor. Faqat vohalarga sal narxi qimmatroq bo'lib qoladi akalar. O'zimizni vodiy bo'ylab 45 ming so'mdan kvadratini quyapmiz. Ko'rishlaring mumkin akalar. Holati ham yaxshi. Sifati a'lo darajada. 7-8 sm quyilyapti. Aka, nima deysiz endi bu pena beton haqida? Bemalol aloqaga chiqib va sichqon kalamush bo'lmaydi. Joydan 4-5 baravar yengil. Qamishon, tulpog'on, hasharga odam bo'lmaydi. Havo o'tmasdan akalar tagidagi to'sinlar, vassalar ham chirimaydi. Inshaalloh bu izaspan materialimiz havo o'tkazuvchan bo'lib, to'sin vassalilarning chirishini oldini oladi akalar.